Men. Ertalabdan kechgacha bolalarga qarab, sizlarning aytganingizni qilgan. Men eshak emasmanmi? Men ham eshakman unda. Menda armoq yo'qmi? E'tibor kutmaymanmi men? Eshak bo'lganim yetmagandek, o'zimga ham vaqtim yo'q. Yana senga vitamin bera olmayotgan ekanman, a? Ko'rinishim yoqmaydi, figuram yoqmaydi, ustimdan ovqat sasiydi. Men senga turmushga chiqishimdan oldin bunday emasdim. Meni bu ahvolga solgan sensan. Sen, tushundingmi? Sen aqling joyidami? Meni nima aybim bor? Men nima qildim? O'zingga bir qara. Na bo'yanishni, na yasanchilik qilishni bilasan. Men uyga kirganda ko'zi olarib turgan taxtayni emas, chiroyli ayolni ko'rgim keladi. Qachon? Seni kiringni yuvib yurib bo'yanamanmi? Yo bolalaringni orqasidan yugurib yuribmi? Yoki oshxonada yurib kiyinamanmi? Uyni ishlari tugamaydi, maqsad. Sen bilan gaplashgim kelmayapti.